Hozir bizni vaqtimizda sotsiyetlar judayam yaxshi ishlaydi. Menga Telegramdan juda savollar ko'pda. Men taklif qila olmasam, men insonlar bilan ishlay olmasam, pulimga kuyamanmi? Men aytganimdek bizni proyektimizda bepul o'qish programmasi borda, hammasini noldan boshlab o'rgatadi. Siz qaysi yo'lni tanlaysiz? Masalan, men o'zimga mana shu sotsiyetlar orqali ishlashni tanlaganman. Siz qaysi yo'lni tanlaysiz? Ishlash yo'llari juda ko'p. Va siz mana shu o'qish programmasini ish bilan birga olib borib yaxshi o'rgansangiz, o'zingizga bir yo'lni tanlaysiz va o'sha yo'lda ishlaysiz. İnsanlar juda ko'p yozishadi. Shundan bilish ham mumkinki, insonlarga pul kerak. Kredit qarzlarim bor. Men ishlay olmasam pulimga kuyamanmi degan savollar bor. Yo'q, siz pulingizga kuymaysiz. Siz ishlay olmasangiz, komanda sizga yordam beradi. Chunki bu komandalik ish. Ya'ni o'zingizga kattagina komanda yig'sangiz, mana sizni taklif qiladigan insonda ham xuddi shunday komanda bor. Komandni perimeshka deydi. Ana shunday perimeshkalar orqali ham siz daromad qilishingiz mumkin, lekin ishlamasangiz hech kim sizga yordam qo'lini cho'zishni istamaydi-da, chunki siz ishlamasangiz daromad yo'q. Sizga ham, sizni taklif qilgan insonga ham. Agar siz ishlasangiz, sizga hamma yordam qo'lini cho'zadi, chunki sizni orqangizdan turgan hamma mana shu komandadagi insonlarga daromad keladi. Shuning uchun ishlay olmasam nima bo'ladi degan savolga shunday javob beraman. Dangasalik kasalligi bor sizda. Agar shu dangasalik kasalligini yengsangiz, siz albatta daromadga chiqa olasiz.